بینندگان عزیز، طوری که دیده ایستادید امروز در کوچه های ناحیه سوخ سکونت حکمران است. حرکت واسطه های نقلیات به نظر نمی رسد، چون که در اساس قرار کمیسیون مخصوص دایر به کرونا ویروس روزهای شنبه و یکشنبه حرکت واسطه های نقلیات در حدود کشور بازداشته شده است و الحال ما در مرکز ناحیه قرار داریم و وقتی که به مرکز آمدیم حاکم ناحیه رو در اینجا واخوردیم و خواستیم با اون کس هم صحبت شویم، یعنی اون کس رو بر رشته صحبت کشیم. السلام علیکم حکومت. من بگونگی سوخت و مندگی کوچه‌لerdagi sakinlikni ko'rib bir narsaga amin bo'ldik. Haqiqatan ham odamlar bu masalani to'g'ri tushunib, ongli yondashyapti yoki targ'ibot, tashviqot ishlari ko'ngildagidek olib borilmoqda. Assalomu alaykum. Haqiqat mana koronavirus pandemiyasi paytida Respublika maxsus komissiyasining qarori qabul qilingan. Mazkur qaror bo'yicha barcha huquq tartibot ishlari jamoatchilik bilan hamkorlikda tartibot organlari bilan birga joylarda fuqarolarimizga tushuntirish targ'ibot ishlarini o'tkazdik. Mana ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda olib borilgan targ'ibot mana o'zining samarasini beryapti. Mana fuqarolarimiz hammasi tushundi. Bu ko'rinmas balo bilan kurashish, mana bu o'zini yakkalash, sanitariya, shaxsiy gigiyenaga e'tibor berish, karantin qoidalarini buzmaslik, albatta bularning hammasi bitta natijaga. Bu baloni albatta yengimiz. Xuddi shunday qilib, agar bitta yoqadan bosh chiqarsak, hamjihat bo'lib, maslahat bilan ish qilsak, temir intizom bilan shu karantin qoidalariga rioya qiladigan bo'lsak, albatta bu ko'rinmas o'sha koronavirus balosini yengamiz. Mana hurmatli nuroniylarimiz, hurmatli otaxon, onaxonlarimiz, mana aka-ukalarimiz, singillarimiz, hammalariga rahmat. Albatta buni to'g'ri tushunganlaring uchun. Biz mana koronavirus pandemiyasi davrida butun dunyoni juda katta tashvishga soldilar. Bu sinovli kunlarda albatta bizni So'x tumanimizni ham chetlab o'tmadi bu balo. Hozirgi kunda targ'ibot tashviqot ishlari ham, bu baloga qarshi kurashish ham jadal olib borilyapti. Muhtaram prezidentimiz oldimizga qo'ygan o'sha vazifalar va yaratib berilgan tizim bo'yicha ish olib boryapmiz. Bu tizim agar biz sifatli ijrosini ta'minlaydigan bo'lsak, albatta o'zini natijasini beradi. Yana bir bor hurmatli fuqarolarimizga, hurmatli otalarimiz, onaxonlarimizga, aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga shu tuman hokimi sifatida bir murojaat qilmoqchi edimki, karantin qoidalariga rioya qiling. Karantin qoidalariga albatta temir intizom bilan rioya qilish kerak. Karantin qoidalariga rioya qilishni har bir fuqaromiz o'zidan boshlasin. Shaxsiy namuna ko'rsatsin. Oilamizni ehtiyot qilaylik, farzandlarimizni ehtiyot qilaylik. Hech bir fuqaromiz davlatimizni nazaridan yoki nazoratdan chetda qolmaydi. Biz hamma joyga yetib boramiz. Mana har bitta mana call centerlarimiz ham ishlayapti. Maxsus shtablarimiz ishlayapti. Hammaga o'sha telefon raqamlari berilgan, ko'pchilik biladi. Qanaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri o'sha telefon orqali bizga murojaat qilishlari mumkin. Biz albatta yetib boramiz. Siz uyda qoling, farzandlaringizga e'tibor bering, yaqinlaringizga, oilalaringizga e'tibor bering. Albatta biz siz uchun xizmat qilamiz. Qanaqa bir muammoli vaziyat bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz deganimizda har bitta mahallada ishchi guruhlar bor. O'sha har bitta mahallada shtablar ishlayapti. Har bitta mahallada bu masalaga yondashgan chin yurakdan, sidqi dildan o'sha xizmat qilib olib borayotgan mana huquq tartibot idoralariga rahmat. O'sha keng jamoatchilikka rahmat. Mana shu samarasini beryapti, ko'ryapmiz. Albatta shu jarayonlarda yana davom etamiz. Qachonki bu baloni yengimagunimizcha. Albatta yengimiz. Shuning uchun
yana bir bor aytaman, shu karantin qoidalariga yana o'sha qat'iy rioya qilaylik, karantin qoidalariga amal qilaylik. Hurmatli shifokorlarimiz berayotgan tavsiyalarga amal qilsak, bir tanu bir jon bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsak, albatta bu ko'rinmas baloni yengamiz. Albatta to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Mana davlatimiz rahbari video selektorda ham aytib o'tdilar. Hech qaysi rahbar mening hududimda vaziyat yaxshi deyishga haqqi yo'q dedilar. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi mish-mishlar tarqaldiki, So'x tumanida ham kasallik alomatlari sezildi deb. Bu mish-mishlarga munosabatingiz qanday? Albatta, mana shu mish-mish tarqatuvchilar bu men o'ylaymanki, bu bizni jamiyatimizga, xalqimizga do'st emas bular. Mish-mish tarqatib odamlarni vahimaga solish, bu qonunda ularga jazo muqarrar. Shuning uchun bu mish-mish tarqatuvchilar, xalqni tinchligini buzuvchilar bir o'ziga xulosa qilish kerakki, bunga albatta qonun ustuvor jazo muqarrarligini yana bir shularga bir eslatib o'tmoqchiman. Biz yetib boramiz ularga. Ularga yetib boramiz va o'sha tarqatgan mish-mishi uchun, xalqni bezovta qilgani uchun ular javob beradi. Vahimaga biz hozirgi kunda bu balo bilan kurashyapmiz. Bizni tumanimizda ham o'sha koronavirusga chalinish alomati bor deb o'sha hozirgi kunda karantinga olingan fuqarolarimiz bor, lekin bularda hozirgi umumiy holati yaxshi, o'ta og'ir yoki og'ir bemorlarimiz yo'q bizda. Vahimaga o'rin yo'q. Bizda o'sha oziq-ovqat zaxiramiz, dori-darmonga bo'lgan ehtiyojimiz yetarli. Shifokorlarimizda o'sha mobil, hozir qo'shimcha mobilni deymiz, o'sha tezkor harakatlanuvchi o'sha tibbiyot mobil guruhlarini tashkil qilganmiz. O'sha har qanday murojaat bo'yicha yetib boramiz albatta. Shuning uchun yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Yoshi o'sha 65 dan o'tgan fuqarolarimiz, surunkali kasali bor fuqarolarimiz o'zlarini albatta yakkalab izolyatsiya qilib, ehtiyoj bo'lmaganda umuman ko'chaga chiqmaslikni tavsiya qilaman. Bizni nima deydi? Albatta biz hurmat qilamiz yosh kattalarni. Agar ularda ehtiyoji bo'lsa, biz agar murojaat qilsa ham biz o'zimiz olib borib beramiz. O'sha nima ehtiyojlari bo'ladigan bo'lsa, faqat iltimos o'sha ehtiyojsiz ko'chaga chiqishmasin. Boshqa fuqarolarimiz ham o'zlarini shu kunlarda yakkalab ko'chaga chiqmasdan temir intizom bilan tursa maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana takror bo'lsa ham qaytaramiz. Albatta bu insonni hayot bilan bog'liq bo'lganligi uchun buni charchamaymiz qayta. Uydan chiqmasin, ehtiyoj bo'lmaganda umuman ko'chaga chiqmasin, karantin qoidalariga rioya qilsin, shaxsiy gigiyenaga, sanitariya qoidalariga, xuddi shunday shifokorlarimiz tavsiyasiga amal qilsa, umuman yuqmaydi bu kasallik. Shuning uchun temir intizom bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Albatta to'g'ri aytingiz. Kasallik So'xda bormi, yo'qmi, baribir ehtiyot bo'lish kerak, o'zimizni asrashimiz kerak. Karantin qoidalariga rioya etib, shifokorlar berilgan tavsiyasiga amal qilsak, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bir hozirgi kunda shunday bir sinovli kunlarda muhtaram prezidentimiz shu pandemiya paytida ham yashashga, ham ishlashga o'rganishimiz kerak degan bir g'oya bor edi. Shunga biz o'rganyapmiz hozir. Yashashni ham, iqtisodiyotimiz to'xtab qolmasligi kerak. Mana So'x tumanimizda muhtaram prezidentimizni o'sha juda katta ko'maklari bilan, e'tiborlari bilan juda katta obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Hali ham to'xtagan yo'q. O'sha joylarda elektr masalasida, yo'l masalasida, suv masalasida boshqa xalqimizni yillar davomida qiynab kelgan o'sha to'planib qolgan muammolarni hal qilish bo'yicha ishlar ketyapti. Albatta bu ishlayotgan fuqarolarimizga ham juda katta rahmat aytib, bularni o'z ish jarayonida ham o'sha karantin qoidalariga rioya qilib, amal qilib, o'zlarini ehtiyot qilib ishlashlarini tavsiya qilamiz. Biz bularga juda katta rahmat aytamiz. Hurmatli fuqarolarimizdan iltimos, shu ishlayotgan fuqarolarimizga ko'mak berish kerak, lekin xalaqit bermaslik kerak. Albatta. Ko'p joyda eshitib qolamiz, mana o'zlariga bog'liq bo'lgan oddiy elektr bilan bog'liq holatlarda
nima deymiz, beton tayanchlarda o'rnatyapmiz, sim tortilyapti. Oddiy bitta o'sha daraxtning shoxini kesishga to'g'ri kelib qolgan holatlarda yo bo'lmasa terak xalaqit beradi, teraklar ko'pchilik ekib olgan. Shuni olayotganda qarshilik qilish kerak emas, ko'maklashish kerak. Biz o'zimiz olamiz, u kishi mayli uydan chiqmasin, lekin biz olamiz shuni. Keyin yana uy karantinida bor fuqarolarimiz bor. Iltimos uylardan chiqmanglar. Karantin qoidalariga rioya qilinglar. Mana har bitta karantindagi o'sha fuqaromiz biz uchun uni sog'lig'i muhim. Har bitta fuqaromizning sog'lig'i muhim. Shuning uchun karantin qoidalarini uydan chiqmasdan uydagi karantindagilar ham juda qattiq temir intizom bilan amal qilish kerak. Hurmatli mahalla fuqarolarimiz raislari, profilaktika inspektorlar va o'sha yerda ishchi guruhlarimiz ularni nazorat qilish. Rahmat, albatta karantin choralari kuchaytirilgan bir paytda So'x tumanida obodonlashtirish ishlari jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Bu degani So'x tumani davlatimiz e'tiborida prezidentimizning har bir ezgu tashabbusi So'x tumaniga ham ob hayot tomchilaridek yetib kelmoqda. Rahmat. Albatta imroz dar sharoiti pandemiya zindagoni karda istodaیم va ba ta'biri rahbari davlat go'yim dar vaqti pandemiya ham kor kardan va ham ba qoidahoyi karantin amal kardanro omuxtanamon lozim است. Chunki dar vaqti pandemiya koronavirus dar aksariyat mamlakat‌های olam iqtisodiyot ro ba tanazzul ovarda dar mamlakat‌های بسیاری olam بحران اقتصادی امروز حکمران است، اما در ازبکستان آفتابی برای گرفتن پیش راه بحران اقتصادی با برابر گرفتن پیش راه پاندمی کرونا ویروس کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیده ایستاده است و الحال مصاحب ما جانشین سرور شعبه کارهای داخلی اتهمجان شاکرف میباشند و آن کس نیز درباره گرفتن پیش راه پاندمی کرونا ویروس رعایت کردن به قاعده های کرانتین بعضی فکر و اندیشه های خود را گفته میگذارند. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga bayoniga asosan 18-19 iyul hamda 25-26 iyul kunlari, ya'ni shanba va yakshanba kunlari respublika miqyosida kuchaytirilgan karantin tartibi joriy qilingan. Undan asosiy maqsad, ya'ni infeksiya tarqalishini oldini olish, o'sha infeksiya zanjirini kesishdan iborat. Niqobsiz yurish, karantin qoidalarini buzganlik bo'yicha ma'muriy va jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarida alohida moddalar qo'yilgan. 54-moddada karantin qoidasini buzish bo'yicha javobgarlik choralari kuchaytirilgan. Mana hozir 6 oyda shu karantin tartibi joriy etilgandan buyon agar tahlil qiladigan bo'lsak, salkam 300 ga nafar fuqarolarimiz shu karantin qoidasini, niqobsiz yurganligi, uy karantinda bo'lish qoidasini buzganliklari uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ya'ni fuqarolarimizdan iltimos bo'lardi, uyda qolib shu mana shu kunlarda uyda qolib shu kasallikni tarqalishini oldini olishda shu tumanimiz aholisini xavfsizlikni ta'minlagan holda uyda qolishlarini iltimos qilardik. Rahmat, albatta binandagoni aziz, chun dided و شنودید تا به امروز یعنی بعد پرزور کردن قاعده های کرانتین نزدیک 300 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند به خاطر آنکه به قاعده های کرانتین عمل نکردند. البته عمل کردن به قاعده های کرانتین امروز از مسئله های مهمترین به شمار می رود، چون که اگر ما به قاعده های کرانتین رعایت کنیم برای گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس حصه ارزنده خود را میگذاریم. از این رو در خانه بمانید.